Odatiy skuterlarda bitta kamchiligi bor. Aynan pedalni tepsa skuter harakatlanmaydi. Aynan bu skuterimiz ham pedalni bossa, ham gazni bossa yura oladi. Bu skuterimiz noodatiy bo'lib, geliy akkumulyatordan qo'yilgan. Skuterimizda 4 ta amortizator, old-orqa jidkistamiz hamda geliy akkumulyatordan 4 dona qo'yilgan. Maksimum 80, minimum 30 km yo'l bosadi. Bu skuterimizning narxini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga plyus qoldirib, biz sizlarga narxini aytib beramiz. Undan keyin obzorini ko'ramiz. Bu skuterimizda noodatiy bo'lgan 20 ga 30 yumshoq ballonlardan eng qizig'i sakadiska. Bu razmerda sizlarga aytib o'tsam, alyumin aravacha bor-ku, xuddi o'sha razmer bilan bir xil. Temir old-orqa qanot, old-orqa jidkistorimiz, keyin kaska jilet bonus bor. Undan tashqari geliy akkumulyator, orqasida 4 ta amortizator joylashgan. Skuterimizni kilometrni aytib o'tdik, tezligi 35. Old-orqa full paketlangan, bachoylari ham paketlanadi. Motor quvvati esa 220 Watt. Aynan bu skuterlarimizga biz aytishimiz joiz, umuman prava ishlamaydi. Pastdagi nomerlardan o'zingizga kerak bo'lgan skuterni zayn qilib qo'yishni unutmang. Joningiz sog' bo'lsin, o'zingiz ehtiyot qiling. Narxi $335 dan skidkaga qilib berdik.